Ko'pchilik tadbirkorlarimiz persiyaning narsa sotishdan, xizmat ko'rsatishdan qochishadi. Bunga sabab agar bitta tashkilot bilan do'g'ur qiladigan bo'lsangiz, uni orqasidan 4 ta 5 ta dokument yopishingizga to'g'ri keladi. Bu bo'lsa oddiy odamga, buxgalterskiy ilmdan, bilimdan ko'nikmalarga ega bo'lmagan insonlarga birozgina noqulaylik tug'dirishi mumkin. AdSense'ga o'xshagan programmalar tushunish uchun murakkabroq. Agar o'zim qo'lda qilaydigan bo'lsa, bunda ko'p vaqt talab qilib qoladi. Shundan keyin ular o'zlarini tanishlarini topishga, boshqa firmasi bor odamlardan shu do'g'urlar qilib berib yuborib, shu narsani hal qilishga harakat qilishadi, lekin bu har doim ham to'g'ri bo'lmaydi, chunki qonun buzish holatlari uchrab qolishi mumkin. To'g'ridan to'g'ri o'zingiz do'g'ur qilgan holatda tadbirkorlik faoliyatingizni yurgishingiz kerak. Lekin boya aytib o'tgan bosh og'riqlar bunga xalaqit qiladi. Biz ushbu muammolarni inobatga olgan holatda Nexus AI kompaniyasi hisobchi degan bot yaratdik. Ushbu bot yordamida siz sun'iy intellektdan foydalanib ma'lum bir soniyalar ichida do'g'ur, shot faktoralarni, ishonchnomalarni, aktlarni va boshqa ko'plab turli turdagi dokumentlarni yaratishingiz mumkin va o'sha yaratib o'zingizning klientingizga bemalol elektron raqamli imzoyingizni, podpisingizni qo'yib jo'natishingiz mumkin bo'ladi. Hech qanaqa bir buxgalterskiy kurslarda o'qib chiqqan bo'lishingiz talab qilinmaydi. Oddiy insonlar ham bemalol tushunish uchun sodda, oson qilib yaratilgan. Agarda ushbu botimiz sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, pastda qoldirilgan nomerlarga aloqaga chiqsangiz, sizga bepul ravishda ishlatib ko'rishingiz uchun ham imkoniyat taqdim qilib beramiz.